Hurmatli kuzatuvchilar, yaxshi niyatda bir ish boshlamoqchiman. Inshaalloh Alloh xayrli qilsin. Bir duo qilib qo'yasizlar. Fikrlaring bo'lsa, kommentariyaga fikr, maslahatlaring bo'lsa yozib qo'yaverasizlar. O'qib bir xursand bo'lamiz. Alloh qo'llab-quvvatlasin. Sizlar ham qo'llab-quvvatlaverasizlar. Ishxonam shu Padvalda. Ancha yillardan beri mana 2012-yilda shu ishxonada tushganman, ishlab kelyapman. Shu 2012-yil 15-yanvarda ochilgan, remontlari bitib, o'sha kuni ish boshlaganman. Rizqimiz shu yerda ekan, shu yerda ishlab kelyapmiz mana. Shu ko'p qavatli domni pastida. Yaqinlarim bilishadi. Oldingi payt shu karantin payti yig'ishtirib olganman. Karantinning oldingi paytlarida qushga qiziqib qush boqqanman. Shu mana shu arqamdagi, yonimdagi shu sartaroshxona yonidagi arqamdagi xonada qush to'la bo'lgan. Endi yana yaxshi niyatda bir qush boqmoqchi, qush biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lib turibman. Hozir menda shuna sharoitlar bor. Arqamdagi xona ham bo'shki, yonimda yana bitta sal-pal remontini boshlab qo'ygan paytimda to'xtab qolgan bitta xona ham bor. Hozir o'shani ham ko'rsatib o'taman. O'sha xonalar bo'sh. O'sha xonalarni endi ta'mirlab turib, bitta sekin bir ikki yaxshi qushlardan olib kelib boqmoqchiman. Shu bir boshlash kerak. Bir ishni boshlash kerak. Boshlamay o'tirsak o'tiraveramiz. Shu ishdan tashqari paytlarda qarab, u qushlar boqib mazza qilasiz, rohatlanib, mazza qilib qushlarni boqib, ko'payishini ko'rib, Alloh baraka bersin, duo qilib qo'yasizlar. Bu xonani ham ko'rsatib qo'yaveray. Bu xona mana shu omborxona bo'lib turibdi hozirgi paytda. Mana bunaqangi narsalar bilan to'la. Shu xonada qush boqqanman. Hozir bu yerda mana bunaqangi barber shopga narsalarim, jihozlar bor. Mana bunaqangi narsalar. Yaxshi ko'rinmayapti. Bu yerda mana tombichka mebellar, oynaylar mana. Oynaylar. Xo'sh, nimaga ko'rsatyapman bularni? Xudo xolasa yaxshi niyatda bir tashqaridan, yo'lda bo'ylaridan tochkalar qilib, barber shoplar, sartaroshxonalar qilib, hali shogirdlar olib, o'rgatib, ixlos qilgan, o'rganaman degan shogirdlar o'rgatib, ish bilan ta'mirlamoqchiman. O'sha ishlarga menga anchagina bir mablag' kerak. O'sha mablag'ni jamg'arib olish uchun kichkina bizneslar qilib, shunaqa qilib bir mablag'ni jamg'arib ko'paytirib olib turib, keyin bu ishlarda o'zimning hunarimni kuchaytirish niyat bor. O'sha niyatda mana yerda hozir bu tashqaridan kirib kelaverish eshik, bu yerdan tushganda bu sartaroshxona. Bu tarafda mana bunaqangi joylarimiz bor. Padvallar, betlarni yig'ishtirib, tozalab, ta'mirlab, mana bu yerda tayyor joy bor. Keyin mana yerda mana 2012-yilda mana yozib qo'ygan yozuvim bor ekan. 04/01/2012 Muhriddin deb qo'ygan esdalik bor ekan. Yerda kirganda mana mashxonani bunaqangi g'ishlar bilan, mana g'ishlar qilib, devorlarini mana pokeylar bilan ashibga qilib qo'ygan joyimda shu bilan qolib ketgan. Bu bir 3-4 yil oldin, 5 yil oldin bo'lgan ishlar. Demahotlari bor mana. Buni ham ko'rsatib o'taman. Nimaga ko'rsatyapman? Ertadan keyin bu videoni ko'rib turib, bu xona shuna bo'lgan ekanda, shuna joylar bo'lgan ekan, mana obod bo'lib ketdi deb eslanadi, esdalik uchun. Xullas vaqtda shuvab, yamab, to'g'irlab, tiniq qilib, menga bir fortishkalar qo'yib joy qilmoqchiman. Qushxona. Devorlarim pokey bilan o'ralgan. Xudo xolasa yaxshi niyatda Alloh ishimizni o'ngidan kiygizbersin. Shunaqa deb turibman. Sekin-sekin ko'paytirib aylanasiga qushxona qilib, qushlarga joy qilib. Shunaqa gaplar.